Ish vizasini qanday olinadi va siz qaysi hujjatlarni tayyorlab berasiz? Xo'sh, ish vizasi albatta oldin ish beruvchini topasiz va ish beruvchi sizga kontrakt tuzadi. Kontrakt qilingandan keyin sizga boyagi chaqiruv qog'ozini, ya'ni kontrakt va undan tashqari chaqirilganligi haqida xat beriladi va shundan keyin siz konsulstvaga murojaat qilasiz. Konsulstva sizga yaqinroq joyda bo'lishi kerak. Masalan, sizni o'zingizni yashayotgan joyingizda Portugaliyaning konsulstvasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, shu yaqinroq joyga murojaat qilasiz. Lekin yana bir narsani aytib o'tay, hamma narsa territorialni bo'lingani uchun, masalan, O'zbekiston fuqarolari uchun faqat boyagi Rossiyadagi Portugaliya elchixonasi sizni qabul qiladi. Turkiya, boyagi Ankaradagilarga esa faqat Turkiyani agar VNJsi bo'lsa sizda, shunda qabul qiladi. Bu narsani albatta olish oson emas, ishchi vizasini. Chunki oldin elchixonaga yozilishni o'zi muammo. Va yozilganingizdan keyin siz original hujjatlarni olib borasiz. Original hujjatlaringiz kamida 2 oy analiz bo'ladi. Bo'lmasam 3 oy, 4 oy, 5 oy ham bo'lishi mumkin. Va hozirgi kunda vizalarga juda ham ko'p otkazlar kelyapti. Shu otkazlarni olmaslik uchun hujjatlarni to'g'ri yig'ishni ham bilish kerak. Agar sizlarga bizlarning yordamimiz kerak bo'lsa, biz sizlarga yordam bera olamiz.